Arvan. Abdori Elyar Ataman. 9. kısım. O shundoq debla meni bir ittirib edi, udul berib, tugman eshigini cheqib, ichiga kirib ketdim. Bundaq kuchli besimdan o'rnimdan turolmayli qoldim. Ammo yerga tushganda yumshoqli bir nimaning ustiga tushgan edim. Kim bu? Mening ustimda nim basana? Men shu chaqda o'zimning Qosim Kekashning ustiga tushganligimni his qildim. Darhol uning ustidan tushdim. Sat bo'ldi ya. Men bir xudullar emas. Yerim keçid ustimga chiqib oladiganqa. Men qasdan qilmadim. Bu ovozdan boshqalarni cho'chib uyg'onib ketgan edi. Sodirkan bilan to'xtamush, gap so'z qilmayla sirtqa etilib chiqib ketdi. Ularni ko'rib, Selimboy bilan Qosim Kekashmi chiqib ketdi. Mahsumboymi oyojinni bosamay, ko'zi ko'rgan tarafga yugurdi. U yugurgan peti eshikdan chiqmay, odulli tomga usdi. Vay, bu tam Cango. O shundoq deb yiqilgan yeridan turib, peshonisini silab qo'yib, kayniga yenib, tugmanning o'ttirsiga kelib, atrofga takshi qarab chiqdi. Ondan o'z-o'ziga pichirlab, yana yugurdi. Vay, ishmayapti Cango. Anam. O shundoq deb odul berib, echilib turgan eshikning qanatiga qattiq o'sib, kayniga tikkida tushib, jimib qoldi. Men tasdi o'rnimdan turib, endi sirtqa chiqay deb turishimga, ichkari tarafdan eliqi dumboq ovozi yana anglandi. Men qo'rqib tursam-mu, asta qadamlar bilan ovoz kelgan tarafga qarab maqdim. Shunda qarasam, bo'lingda ikki ko'zi turibdi. Ovoz shu ko'zlarning ichidan chiqib atadi. Hayron bo'lib qarab turgunimda, bo'lingdagi ko'zdan bir odamning ovozi anglandi. Shu hamon dumboq to'xtab, yana bir ko'zdan yana bir odamning ovozi anglandi. O shu gapni qilib bo'libla dumboqni texmo kuchli urishga boshladi. Men bakla hayron bo'lib o'tirdim. Asta ko'zlarning yeniga keldim. Sizni kim bo'layman? Shu gapimdan keyin ikkili ko'zdan chiqayotgan ovoz to'xtab, jimib qoldi. Ondan tuyuqsizla o ikkisi varqirashga boshladi. Sizlar zodi kim? Bu ko'zlarning ichida nima ish qilasizlar? Bu nima deganing? Men avval uning og'zini, ondan sen bu ko'zning og'zini ochmoqchi xolos. Men ochchig'imda tez suratda ikkisining og'zini echib tashladim. Echishimga ko'zi qattiq titrab, ichidan qop-qora tutak o'rlashga boshladi. Ondan bu ikki qora tutak birlashib, tugmanning to'g'risini teshib chiqib ketdi. Ondan sirtda varang-churang ko'tarilib ketdi. Men darhol sirtga yugurdim. Oydinda javharlarning qechib ketayotganligini ko'rgandim. Ular nimada qo'rqib qechibotdi? Emin Bashva, sen ularni rosa dumbalig'iga o'xshamamsan. Savolim javobsiz qolgan edi.
Boshqalarga qarsam, hammaylan qo'rqinish oralash osmonga qarab turibdi. Menmi ular qaragan tarafga qaradim. Qaradim-yu, yuragim eg'izimga qoplashib qolay deb qoldi. Ko'z oldimda tugmanning chaqbeligidan egiz ham yo'g'on ikki diva toza kerilib Bu divlarning turqimi odamni hayron qoldiradi. Biri xuddi qon ichib olgandek qip-qizil, yana biri bo'lsa o't kuyib ketgandek qop-qora edi. Yaxshi bo'ldi. Ay, Zangi, endi chanmamsan depani. Çağsam çalmasam özümden işi, senin neme karın? Oy, mazengini. Eli bakkan çaşkanla aylandırıp koyman cumhur seni. Hey, kimde sen gidevatsan ha? Ben seni kurtka aylandırıp yavit kılmay gene. Neme? Eli bika, geçen gidetseymen zengi. Kızıl diva şundaqda qora diviga itildi. Ikkaylan endi bo'g'ishqanda biz fursatdan foydalanib g'ibbidan qochmoqchi bo'lib, xuddi quti ko'ygan to'g'idek endi bir necha qadam ilishimizga u ikkisi tarafidan bayqilib qoldik. To'xtash! Qochaman deb ham xiyol qilishma. O ikkisi bir-birini quchoqlab olgan bo'lib, turqidan bir-birining yoqasini siqib olgan xotinlarga o'xshab qolgan edi. Hammamizning bunda qarab turganimizni ko'rgan Qizil diva o'zining shu holatini bayqagan bo'lsa kerak. Darhol qora divini ittiribdi. Voy, menden bir yiroq turg'inam Zangi. Voy, men seni chaplashib olmaganman. O'zing kelib, menga yesilgansan. O ko'kama. Hey, akla, bo'ldi, to'xtasanlar qandaq. Menga nadin kelgan juratgin o'zimmi bilmay, shu gapni qilib soldim. Toza qizishayotgan divlar menga hayron qoldi. Ondan bir-biriga qarab turib qolgandan keyin "Nim bo'psan?" degandek beshini lingshitishdi. Men boya sizlarni ko'zning ichidan ozod qilgan bola bo'laman. Voy, ha shu nim bo'psan? Nima gaping bo'lsa tez demamsan? Shu, tilingni chaynamay, gash demamsan. Ma'qul. Boya sizlar ko'zning ichidagi chaqda nima desang shuni qilib beramiz. Seni boy qilib etamiz degandinglar. Shunga shu odam maslikda nima demaydi? Maslik gapigimi ishinamsan? Shu emas bu. Nemancha nima bu? Nima? Mas? Sen nerede turib mas'ul qolasizlar? Hey, ko'zini ishiga qarab baqdingmi ya? Hammasi sharaf aninki. Bizni necha ming yildan buyon quruq ko'zida bekaga yatdimikin deb qolganman o'g'avola. Lekin sizlar gapinglarda turishinglar kerak-da, ha? Hay. Sen bizni bilmaydigan o'xshaysan. Biz rivoyatlardagi jahonni ma'lumot qiluvchi qo'shmoq divlar bo'lamiz. Men qon ichar qizil diva. Bu bo'lsa mening xumdamda qo'yib chiqqan inim Po'lat diva. Hay. Va'da oladi turmasanlarmi, mayli. Amsa bizni mang'ul qo'yinglar. Biz bu yerdan ketib olaylik. Qandaq? Undaq oson ish yo'q. Biz necha ming yildan beri u ses ko'zining ichida yetib och qoldik. Shunga ko'p miqdorda ochliq yeyishimiz kerak. To'xtala. Bizda bari sizlarning qorninglarning burjikigimi bo'lmaydi. Cho'nglarim, xolis ola to'glardan birini qoldirib qo'ysak. Sen bizni pek oddiy o'ylayapsan, karvonbeshi. Biz ikkimiz bir to'giga to'ymaymiz. Hamma to'giga qo'shib sizlarni yesak, aron to'yishimiz mumkin. Nima? Biz nima yeyamizlar? Jimay, burnimizdan uchiga ep qo'yatdiqmi? Sen kim? Isming nima? Nimachi bizning kichkinimizda kekashlaysan, ha? Men Qosimbay bo'lib ekan. Voy, shu bayliqingdan quloqlarga. Hay, cho'nglarim. Bizga rahim qilib, bizni qo'yib olsanglar bo'ladi.
biz sirliq bir shaharni izlab mangan edik. Aha. Sırlık şehir? Neredeki sırlık şehirge? Men sizlarga so'zlab beray, ha. Sen o şehirge kiraladın mı? Albatta. Biz u yerda sovuqligimizni qilib chiqdik texi. O şehrin ismini bilemsen. Yo'q, bilmaydi ekanman. O şehir Nur şehri. Bayisler diyen helik inimiz del şu şehirde. Aynı çağda bir cadugar karı divi işkimizni muşu kozdağı band kıp koyup küçük inimiz dadılni yani Kikeş divini ilip şu şehirge kirip ketken. Keyin bir kişi kilip bu kozdanı muşu eski tügmenge akirip koygan. Aradan neçe ming yıl ötdi. Biz izchil muş kozdanın içinde yaşap geldik. Dastlabki 1000 yılda kim bizni qutuldirvasa, onun talablarini o'rindab, onun uchun xizmat qilmoqchi bo'ldik. Keyingi 1000 yilda kim bizni qutuldirvasa, shu kishini yavitishni o'ylab o'tdik. Oxirgi 1000 yilda navodi mush ko'zdan ozodli bo'lsak, butun zaminni tub-tuz qilib etmoqchi bo'ldik. Qizil devining gaplarini anglab, bizni sal qo'rqinish besishga boshladi. Bizning qandoqli karomatimiz bo'lsa-mu, bu ikki devini bir taraf qilolmaydik. To'satdan kallamga bir aql keldi. Sizlarning mushu ko'zdan chiqqanliginglarga toza ishongim kelmayotdi jimo mening. Bu nim degina? Sizlar shuncha cho'ng tursizlar, ha? Ammo ma'u ko'zi kichikkina turdi. Buning ichiga qandoq patqansizlar? Hey, ha, deb qopsan, sening ig'izingimi patimiz biz juma. Biz kirenmeydiğen yer yok. Vay, patmisanlar qandaq? İşenmeyvatsan ha? Sen çırak divini bilmeydiğen okşumamsan. Bu kozun neccesi küçük çırağının içinde durdu. Biz divilerinin kirenmeydiğen yerimiz yok. Amsa, mushu ko'zga kirib, ko'z tutib qo'yamsizlar, ha? Biz bu ko'zimizni bir ichib olaylik. Kirsak kirdik. Ha. Qora diva shundoq debla tutakka oyilib, ko'zning ichiga kirib ketdi. Men ko'nglimda xushal bo'lsam-mu, o'zimni zo'rg'a besib olib, qizil deviga qaradim. Nima? Yana qaraysan ku? La çoğunlarım, mendimi amal yok. Sizlarni qo'yib biz o'lsak bo'ladi. Ammo odam o'zining jinnini o'ylaydi. Bizni to'g'ri tushuninglar, ha? Seni öldürüyorum insan. Şu taze adamları hemen öldüreceğim. Odamlarning bir nachar odati bor. O bo'lsa-mu, zulmda qolganda hurlik chiqish uchun nima qilsam mayliti, qandoq badal to'lasam mayliti, ot eshakdek ishlasam rozi edim deyshidi. Ammo haqiqiy hurlikka erishganda u gaplaridan, shu va'dalardan yenib oladi. Odamlarning bu nachar odatining deviladimi borlig'ini faqat o'ylamabdi ekanman.
Shundoq. Mayli qandoq toifa bo'lsin, nafsining keni kirsa, aman halok bo'ladi. Karamet yuz bergen joyda uzun turishqa bo'lmaydi. Bu yerdan darhol ketaylik. Biz endi orqamizga burilishimizga Qizil Divi chaqirib qoldi. To'xta! So'raydigan gapim bor. Nima ish? Qani degan. Sizlar u shaharga berib qolsanglar, odam hofizimizda. Unga bizni hayot qildizni. Imiz qadrini javoblarni tutayotganligini qo'ysa. Ma'qul. Ammo akamni meni yeyman deb tushaman. Yo'q. Hofiz unda qilmaydi. U odamni yeymaydi. Bo'ladi. Uni ushtirib qolsaqlar, gapini cho'qim yetkazib qo'yamiz. Ma'qul. Biz narsa keraklarni to'gilarga ortib yo'lga chiqdik. Bu chaq yerim kecha bo'lib, oydinda yo'l xeyli oynayotdi. Ay, Qadri. Emin ishkanglar tugmanda o jin olvaslar qandoq yo'l qilib qoldinglar? Qandoq yo'l qilib qolibdi Sadirka? Men mushu uxlayotgan. Bir chaqda g'umur-mung'ur paranglashgan bir ovozlardan uyg'onib ketdim. Sirtqa chiqib qarasam, o to'g'raqning shoxlarida nurg'un odam paranglashib o'tiribdi. Asli ular bizni yeyish-yemaslik ustida paranglashib yetibdi ekan. Mening chiqqanimni ko'rib, Bahodir Damdo bir nimlarni dedi. Ondan seni pek uzun yil izladim deydi. Xato tunib qolding desam, u nima edi? Ondan emin chiqib ular bilan elishdi. Menmi uningga yordamlashib, ikki olvosning beshiga kaltak bilan urib aylantirib qo'ydim. Keyin Javhar degan u olvos xotin meni bir uribli uyga kirgizibdi. Sizlar uyg'onib sirtqa chiqib ketganda, u ikki ko'zdan ovoz chiqqanligini ko'rib, ularga yordam qilib, ko'zning eg'izini ichib etgan. Kim bilsin, u ikkisi dev ekan emasmi? Nimeli degan bilan aqlliq bo'l ekansan. O yo'g'on devlarni aqlinga toyinib yangding. Men mushu kitoblardan devlarning sal dot ekanligini o'qigan. Qarasam o ikkisimi toza zil emas. Shunga ta'limni sinab boqay desam, ular rostli damimga tushib ketdi emasmi? Shunga ko'nlar biliki kuchlik nochi emas, bilimi kuchlik nochi degan emasmi? Lekin Qadr